Assalomu alaykum o'rtoqlar, sizlar bilan Mamatov Yorbek. Tak, bu zapisimiz Skillbox loyihasini alfa tarifiga atalgan. Tak, qaranglar, alfa tarifi qanaqangi tarif? 150 rubl bilan birinchi joyimiz ochiladi. 8 ta bosqich to'lovlari qanday qayerda bo'ladi? Shu haqda aytamiz. Masalan, любой tarif sotib olingan vaqti o'zimizdan keyin ma'lum bir joylari bo'ladi. Yo binar, yo trinar. Masalan, bizning alfa tarifimiz birinchi bosqichdan 8-bosqichgacha полный 3 talik. Birinchi bosqichimizni 150 rubl bilan ochdik. O'zimizdan keyingi 3 ta joy to'ldi. Biz ikkinchi bosqichga o'tamiz. Ikkinchi bosqichimizda ham xuddi shu holatda 3 tali joyimiz to'ldi. Uchinchi bosqichga o'tamiz. Uchinchi bosqichimizda o'zimizdan keyingi 3 ta joyimiz to'ldi. To'rtinchi bosqichga o'tamiz. To'rtinchi bosqichimiz, ahamiyat beringlar, 3 ta joyimiz to'ldi. Beshinchi bosqichga o'tamiz. Beshinchi bosqichimizda 3 ta joyimiz to'ldi. Oltinchi bosqichga o'tamiz. Oltinchi bosqichimizda 3 ta joyimiz to'ldi. Yettiga kelamiz. Ahamiyat beringlar, to'lgan joylar to'lov chiqaryapti, keyingi bosqichga o'tkazilyapti. Yettinchi bosqichimiz ham, ahamiyat beringlar, to'ldi. 8-bosqichga keldik. Mana shu holatda 8 ta tarif bosib o'tiladi. Endi qayerida qancha pul ishlaymiz? Mana shu holatini ko'rib chiqamiz. Masalan, alfa tarifi 150 rubl bilan ochildi. O'zimizdan keyingi birinchi, ikkinchi, uchinchi joy to'lgan vaqti 3 ta summa yig'ilib 450 bo'ladi. Bu 450 rubl bilan biz avtomatik ikkinchi bosqichga o'tamiz. Ikkinchi bosqichga keldik. O'zimizdan keyingi birinchi joy to'ldi. Значит, bitta klon akkaunt 150 rubllik. Mana bu 150 rublga bitta klon akkaunt birinchi bosqichga beradi и 200 rubl to'lov. Ya'ni bizga foyda chiqadi. Qolgan ikkita joyimiz to'lib, biz 3-bosqichga o'tyapmiz. 3-bosqichimiz qanday bo'ladi? Tak, 3-bosqichimiz 1000 rubl bilan ochilyapti. O'zimizdan keyingi birinchi joy to'lgan vaqti avtomatik bitta klon akkaunt birinchi bosqichga 700 rubl to'lov yechib olish uchun 150 rubl nastavnikka ustozlik bonusi chiqadi. Qolgan ikkita joyimiz to'lib, biz 4-bosqichga ketdik. 4-bosqichimiz birinchi joyimiz to'ladi. Avtomatik chapdan birinchi joyimiz mana bu joy hisoblanadi. Qaranglar, 1000 rubl to'lovi yechib olish uchun 250 rubl ustozlik bonusi, ikkita klon birinchi bosqichga, bitta klon ikkinchi bosqichga beradi. Значит, qolgan ikkita joyimiz bilan biz 5-bosqichga ketamiz. 5-bosqichimizda уже sal klonlarning soni to'lovlarimizni ko'tarilishi boshlanadi. Ahamiyat beramiz. Chapdan birinchi joyimiz to'lgan vaqti bitta klon birinchi bosqichga, bitta klon ikkinchi bosqichga, bitta klon uchinchi bosqichga beradi. Qolgan ikkita joyimiz to'lib biz 6ga boramiz, lekin 2000 rubl foyda, 400 rubl nastavnikka ustozlik bonusi chiqadi. 6-bosqichimiz, ahamiyat beringlar, 8000 rubl bilan tizim ochadi. O'zimizdan keyingi birinchi joyimiz to'ldi. 4 ta klon birinchi bosqichga, 2 ta klon ikkinchi bosqichga, bitta klon uchinchi bosqichga beradi. 5000 rubl foyda yechib olish uchun 500 rubl ustozlik bonusi chiqadi. Qolgan ikkita joyimiz to'lib, 7-bosqichga ketamiz. 7-bosqichimizda o'zimizdan keyingi birinchi joy to'lgan vaqti avtomatik mana bu joy 6 ta klon birinchi bosqichga, 2 ta klon ikkinchi bosqichga, bitta klon uchinchi bosqichga, bitta klon to'rtinchi bosqichga beradi. 10200 rubl to'lov yechib olish uchun 1000 rubl nastavnikka ustozlik bonusi chiqadi. Bu 7-bosqichda birinchi qo'l yopilgan vaqt. Endi qolgan ikkita joyimiz to'lib, biz 8-oxirgi etapga kelamiz. Ana endi bu jarayonni ko'ramiz. Masalan, o'zimizdan keyingi birinchi joyimiz yopildi, partnyor keldi. Qaranglar,
oltita klon birinchi bosqichga, to'rtta klon ikkinchi bosqichga, uchta klon uchinchi bosqichga, ikkita klon to'rtinchi bosqichga, bitta klon beshinchi bosqichga beradi. Ya'ni 1, 3, 6, 10, 12 ta klon akkaunt. 17 ming rubl yechib olish uchun foydamiz 1300 rubl ustozlik bonusi chiqadi. Keyingi ikkinchi joyimiz to'lgan paytda 32 ming rubl yechib olish uchun, uchinchi joyimiz to'lgan paytda 32 ming yechib olish uchun bizga foyda keladi. Jami alfa tarifidan ishlanadigan foydalarimiz hisoblaysizlar. 2 marta 32 ming rubldan 1 marta 17 ming rubl и дальше qo'shib chiqasizlar har bitta to'lovlaringni. В общем, bu yerda ham yaxshigina foyda qilsa bo'ladi 100 ming atrofida. Ну, tarif prostoy 150 rubl bilan keldik. O'zimizdan keyingi joyda yo o'zimizni joyimiz bilan yoki hamkorlarimiz bilan to'ldirib, sekin-sekin ular bilan birga tepaga ketishni yaratib ishlaymiz. В общем, tarif prostoy. Mana bunday holatda har bitta 3 talik to'ladi. Ya'ni sizni joyingiz, masalan, partneringiz kelmay qolgan vaqtda o'zingizni kloningiz bilan ham to'lib ketishi mumkin. Mana meni bu yerda joylarim ko'p. В общем, qoida mana shu holatda bo'ladi. Tarif prostoy. O'rganinglar.